Akalar, ko'ra xudo xolasa bu qoladi inshaalloh chempionlari sotuvdan like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz bo'lmasa video syomkamizni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari mana bunda yemga tayyor boqma buqa ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilar va arzonchilar yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan siz tanigan, siz bilgan arzonchi optimchi do'stimiz, ya'ni Abdurov do'stimizning mini firmasidan obunachilar xudo xolasa buqalarning lyubitellaridan olaman degan obunachilar videoni maksimal darajada tanish bilishlarga jo'natib borasizlar. Bugungi kunimiz 13-aprel haftaning dushanba sanasi 2026-yilda video syomkamiz bo'ldi. Bu qadarda obzorni Abdurov do'stimiz o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Olib keldingizmi? So'roy bozori ashaddiy muxlislari like bosyapsizlar, patishkani qilyapsizlar. Akalar, mollarni zo'r ideallari shu kanalda chiqadi, akalar. Qiynamay obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qo'ng'iroqchani mana qo'l bilan qiynamay tring bosib qo'ying, aka. Zo'rlari YouTube'ga kirsangiz bo'ldi, sizga kelib turaveradi. Bo'laveradi. Xohlasa mollar dahshatlab yeyamiz. Soni nech bosh? Soni bor, 15 ta edi. Abdurov arzonchi Instagram kanalimiz bor. Kelgan, ketgan, qaydan kelyapti, hamma yo'g'ini nech pulga sotildi? Qo'yapmiz, akalar, obuna bo'lib qo'ysalar, Instagramda qidirib topib chiqasizlar. Xohlasa kelganda sizga obuna bo'lib qo'ysalar, kelib turadi. Bugun yangi mol kelibdi, borsa bo'lavergan degan plan bo'ladi. Bo'laveradi, xo'p. Xudo xolasa obunachilar, mollar ochig'ini aytganda kichkina mol emas. Albatta bosib yemni bersangiz inshaalloh o'zgaradigan, nasib bo'lsa qurbonlikka tayyor bo'ladigan variantlari kelibdi obunachilar, ha. O'zlariga taqqoslasalangan bo'laveradi bularni, lekin bo'ylarini bir qator o'lchab qo'yamiz obunachilar. Xudo xolasa ko'ngil xiralik bo'lmasligi uchun xudo xolasa obunachilar o'zi 30 ga tirab bo'lyapti. Nechaga beramiz? 127. Lekin haqiqatda obunachilar, mollar ochig'ini aytganda kichkina mol emas. Lekin mollar haqiqatdan yig'ilibdi, bor-ku. Molni zotiga olsin, Amonbek. Zotiga ishqibozib olsin. Jonivor, mashalloh. Rossiyskilar qotil ishqibozlari bo'lsa, akalar telefon qilinglarda, xolosa ishlarni bitirib beraman. Toza istagan tuyog'idan, yuvoshligi bulardi. Mashalloh. Hop. Bular misol bitta narsada, hammasi o'zi pashti standart ekan. 5 tasini bitta joyga narxini aytsak ham bo'laveradimi? Bitta yerga narxini kuttirmayman, Amonbek. Haligi 25 dan bering, 24,5 dan bering degan bepoyda gapni kerak. Qo'lda bering, narxini aytib keyin buqalarni ko'rsatamiz. 24 million so'mdan Toshkentga javob borib berish meni bo'ynimda. So'roy bozoridanman. Abdurov beherish yo'q. Telefon qilsin, yana kamini chiroyli pul beraman, Amonbek. Barakasini bersin. 200 ming bo'lmaydi. Endi Amonbek mana shu yerda jinnilarga dashab qo'radi. Voy, mashalloh, obunachilar ko'ringlar, eng muhimi bo'laveradi bular. Mana kalla qismiga e'tibor beringlar, shoq yo'q. Xudo xolasa mol ideal holatda yaltirab turibdi. Like ni bosdim degan obunachiga xudo xolasa mana shunday buqalarni ochig'ini aytganda men niyat qilaman ochig'i. To'ppa to'g'ri. Xo'p. 5 tasini bitta joyga olaman degan obunachiga 24 million so'mdan xudo xolasa behayrish bo'lmaydi, to'g'rimi? Bo'ladi, Amonbek, telefon qilib. Bo'laveradi. Obunachilar xudo xolasa olinglar, rahmatini aytib kommentariyaga yozib qo'yasizlar, lekin buqalarni qayerga olgan bo'lsangiz albatta kommentariyaga biz shu joyga oldik deb yozib ketasizlar. Obunachilar bo'lmasa biz undan keyingi variantlariga xudo xolasa, hop, yoshroq variantlarini ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Bu tarafda ham bor ekan obunachilar. Ikkita bir-biridan go'zal holatdagi, narxi ham, bo'yi ham inshaalloh hamma tarafi bir-biriga mos keladigan buqalar ekan. Hop. To'rttasi bitta chiqadi. Hop. To'rttasi shogirdlar beylayapti. Endi siz kelib qolganingiz uchun qabul beylovlar bo'ldi. Amonbek, mana monomollarni ham bo'yi 125. Hop. 125. Hali qo'shnim 125 lik molni 24 ga olibdi. Men 22 ga oldim degan akalarimiz uchun bo'ladi bu. Mol bilan molni farqi bor, akalar. To'ppa to'g'ri. Hammasi ham bo'yida bo'lmaydi. Sifatida, ko'rinishida, illiligida hammasi farq bo'ladi. Akalar, xohlasa mana bularning to'rttasini narxini mana gap 22 million so'mdan germanskiy shved ketadi. Mickey Mouse ketadi. Xo'p. Nechtasi? To'rttasi bitta joyda ketadi. Mana Amonbek buni molda ashaga qo'shib qo'ysam ham bo'laveradi, kattalar tomoniga. Boq-boqalarni ko'ring. Mashalloh. Illiligini ko'ring, sifatini ko'ring. Og'a odam baraka topsin, mazzani qilsin. Xudo xolasa rahmatini aytsin. Xudo xolasa Abdurov sendan 4 ta oldim. Yaxshi baraka topdim.
Yana kelyapman yoningga 8 daqiqa berib kelishsin Omonbek. To'ppa to'g'ri hop. Akalar, xudo xolasa mana bu mollar ham ochiqni aytgan haqiqatdan chakana mol emas. Tepa qismi, bel qismi xudo xolasa hamma tarafi ideal holatda, lekin buqa ochiqni aytganda oyoq qo'llari baquvvat, tonna bo'ladigan buqa inshaalloh xudo xolasa. Eng muhimi buqalar obunachilar gibrid. Oqbosh variantdagi buqalar narxi 22 million so'mdan narx qo'yilyapti. Mana shvetimiz ham shu 22 million so'mda ichida ketaveradi obunachilar. Talla olishga ham haliga qo'shib berishsin, hali qilsin emas. Saroy bozoridan telefon qilyapman. Uka, bitta zo'rini tallab olaman deysin. Borana o'sha puldan barakasini bersin. Otangizga rahmat. Obunachilar 22 million so'mdan tallab olishga ham, bitta olishga ham, ikkita olishga ham narxi xudo xolasa sizlarga ma'qul keladi degan umiddamiz. Like'ni bosgan odamga obunachilar mana shu buqalarni ochiqni aytganda niyat qildim men ham. Like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar obunachilar. 4 tasi birida 22 million so'mdan narx qo'yilyapti. Bo'lmasa undan keyingi variantlariga xudo xolasa yoshroq variantlarini ko'rsatamiz obunachilar. Mashalloh. Omonbek rossiyskina haqiqiy jinnisi bu. Uzunligi sifati. Orqa ko'tar. Kerak bo'lsa 20 million sotishyapti mana shu molni. To'ppa to'g'ri. 20 million kerak yo'q. Saroy bozoridan telefon qildim uka. Deysin, buning o'zini 19 million so'mga uylariga bortirib, baylab, chiroyli qilib, hashagini berib qo'yishgacha bizni bo'yinda mana. Bo'laveradi. Mana buni ko'rishsin mana. Jonivor, mashalloh. Bunisi ham o'ta go'zal, to'ppancha. Olamiz deysin Omonbek. Ikkita uni. Ikkita olamiz deysin. Borana mana 37 million so'mga 18 million 500 dan. Barakasini bersin. 37 million 500 ming so'mga o'shanda necha puldan to'g'ri keladi? Nazar qilsin. 18 million 37 millionga olsa 18 million 500 dan ketadi. Hey, otangizga rahmat. Qadrli olamiz deysin 19 millionga bortirib beraman. Xo'p. Qadrli obunachilar, narxi kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Xo'p. Yana undan keyingi variantda kichkinalardan so'ragan akalarimiz uchun o'shalarda bir ukasi bormi, bir kichkintoyi bormi, o'sha versiyada, o'sha kachestovada orqalari o'shaga kelishgan polvonlarda oyoq qo'l uzun variantida xudo xolasa obunachilar. Akalarimiz uchun bo'ladi bu. Lekin ochig'i bu kichkina bo'lmas ekan. Bo'lari ham 1.10. 1.10 cm. 1.10. Mashalloh. Mana. Olinglar, mazza qilinglar. Albatta o'ynab turgan buqani olinglar, obunachilik yetkazmaysizlar. Ikkinchisi. Mashalloh. Mana buni ko'ring orqalari. Jonivor. Kachopcha. Uzunligi ham, sifati ham o'ta dahshat, o'ta mazza qilishadi. Xo'p, narxini ayting obunachilarga. Mana 32 million 500 ming so'mga 16 million 250 ming so'mdan. Barakasini bersin. Abdurov deysin, beher shomay telefon qilsin. Tanlab olishga narxini aytib o'tmading-da, buni sochini aytganda kattaroq ekan. Omonbek, Saroy bozoridan deysin, mana tanlab olishgan ikkiga shuni bo'lsin-da. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Ey, qadrli obunachilar, albatta o'zingizni qiynayib turgan savolga albatta Saroy bozoridan javob topasizlar obunachilar. Like'larni bosgan insonga xudo xolasa mana shu buqalarni ilinaman. Like'larni bosinglar, xudo xolasa Abdurov arzonchidan mana bunday narxlarni sensatsiyadagi holatini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bugungi syomkamizga yakun yasaymiz obunachilar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.